Aka, bu sizlardan olgandim, ishlamay qoldi. Almashtirib berasizlar. Bizdan olib turganingizda ishlab turganmidi? Almashtirib berasan, bilmayman. Bu holat sizga ham tanishmi? Siz ham mahsulotni kafolatsiz joydan olib turib, pulingizga kuyib qolganmisiz? A'lo do'konlar tarmog'ida esa bunaqa emas. Sababi A'lo do'konlar tarmog'idagi barcha mahsulotlarga 1 yildan 3 yilgacha rasmiy kafolat beriladi. Va yana bitta zo'r jihatini aytib o'taman, savdo do'konlarimizdan siz smartfon xarid qilganingizda, smartfoningizga qo'shimcha tarzda sizga mana shunaqa Alloker vaucheri taqdim etiladi. Ya'ni bu 1 million so'mgacha smartfoningiz xarajatlarini qoplab beradi. Ya'ni qanaqa xarajat deganda, telefon, masalan, mana shu telefonni men xarid qilganman, tushirib yubordim, ekrani sindi yoki qanaqadir zarar yetgan taqdirda A'lo do'konlar mana shu vaucherni olib borsam, A'lo do'koni menga ushbu smartfonni 1 million so'mgacha bo'lgan ta'minlash xarajatlarini qoplab beradi. Bundan tashqari, agar siz smartfonni naqdga yoki muddat to'lov olgan taqdiringizda ham naqdga olsangiz ham sizga Alloker beriladi. Muddat to'lov olgan taqdiringizda ham Alloker vaucherini siz rasmiylashtirib olishingiz mumkin. Va yana qo'shimchasiga aytib o'tishim kerak, agar siz Alloker vaucheri 2 xil muddatda beriladi. Sizga 6 yoki 12 oylik. 6 oylik tanlaydigan bo'lsangiz, siz smartfoningiz 6 oy davomida himoyada bo'ladi. Agar 12 oylik tanlaydigan bo'lsangiz, 12 oy davomida ushbu smartfoningiz Alloker vaucheri tufayli rasmiy himoyada bo'ladi. Ushbu tanishtirib o'tgan Alloker vaucher haqida batafsil ma'lumot uchun ekrandagi raqamlarga A'loning rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi.